U darvozalarda nimadir noto'g'ri ekanini darrov sezdi. Hakamni chaqirib, ularni tekshirtirdi. Hakam ustunni o'lchab ko'rdi va haqiqatan ham darvoza standartdan kattaroq ekanini aniqladi. Hamma nima qilishni o'ylab turganida darvozabonning o'zi "Men hal qilaman" dedi. U sakrab chiqib, shunchaki darvozani ag'birib tashladi. O'yinning so'nggi daqiqasida u to'pni darvoza chizig'idan chiqarib yuborgan paytda esa yanada hayratli voqea yuz berdi. Epizodga juda yaqin turgan hakam birdan golni hisobga oldi. Uning soati signal bergan edi. Ammo takrorlarda aniq ko'rinib turardi. To'p umuman chiziqdan o'tmagan. Oq-qora libosdagi jamoa futbolchilari darhol norozilik bildirishdi va VAR orqali qayta ko'rib chiqishni so'rashdi. Lekin hakam rad etdi.